Alloh rahmat qilsin Posil qorakamni. 2009-yil 28-sentyabr shanba kuni peshin namoziga chetga olib kelib qo'yganmiz. Bu yerda o'tirganlar biladi buni. Qorakam o'sha zamonda aytgan ma'ruzalari hozir ham eshitsangiz yig'latadi. Hozir ham bir eshiting Posil qorakamni, yig'laysiz. Uni bitta sababi bor. Men bilgan sababi, o'shani eshiting. 80-yillarda deydilar Posil qorakam. Otam rahmatlik Yosinjon qori domlam yoshlari katta bo'lib, fikrlari chalg'ib, uyimga ketaman deb qoladilar. Uyda o'tiribmiz o'zi. Nima qilishni bilmayman. Mashinamga o'tkazib, yuring uyingizga olib borib qo'yaman ota deb, mashinamga o'tkazaman, mahallani aylantirib kelib, uyimizni eshigimizni tagida to'xtayman. Iloyo bolam fayz topgin bolam deydi, fayz topgin deydi. Fayz topgin deydi. Posil qorakamni fayzi shundan. Keyin ishim orqaga ketdi. Posil qorakam shu masjidda imom bo'lgan. Mana shu masjiddan imomlikdan bo'shatilgan o'sha davrda. Uni bo'shatganlar hozir tirik. Mana shu Allohning baytiga odobsizlik kirib kelgani uchun bitta katta rahbarga bunaqa kirmang degan, Allohning baytiga oyog'ingizni yechib kiring degan. Shuning uchun bo'shatib yuborgan ishda. To'g'risini aytish kerak-da. Buni Allohning baytida o'tiribmiz buni. Biz bekitadigan joy yo'q buni. Shu bilan ishdan bo'shatishdi. Ish orqaga ketdi. Mashinamni ham sotishga to'g'ri keldi. Posil qorakam gapirib beryapti. Otam rahmatlik esa uyimga olib borib qo'y deyishni qo'ymaydi. Nima qilishni bilmayman. Shu bilan bir zambilga o'xshagan arabani oldim, ko'rpachani yozdim. Otamni o'tkazib, hovlini aylantira boshladim. Mashinaga o'xshab ovoz chiqaraman. Qiq kelib to'xtatib, mana ota uyingizga keldik. Otam rahmatlik duo qiladi. Bolam orqangdan podsholar yursin bolam deb duo qiladi. Men ichimda o'ylayman, endi otamning fikri chalg'ib qolganda, qanaqa podsho orqamdan yuradi, o'zi ishdan haydalib, men orqa yuribman. Otam ham olamdan o'tib ketdilar. Vatanimiz ham mustaqil bo'ldi. O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Abdug'aniy Karimov 2002-2003 yilda Samarqanddagi Imom Mansur al-Maturidiy hazratlarini qadam joylarining ochilish marosimiga boradigan bo'ldik. Shunda men Respublika din ishlari bo'yicha qo'mita raisi bo'lib etib tayinlandim. Qarang, qo'mitaga rais bo'lganlar. Otani duosini olib. Shunda Abul Mansur al-Maturidiy hazratlarini qadam joylariga yurib ketyapmiz, piyoda ketyapmiz. Prezident hazratlari yo'llarda men, davlatimizni arkonlari, kattalar hammamiz ketyapmiz. Shunda Islom Abdug'aniy Karimov menga qarab, Posil qori Sobirov, siz oldida yuring, siz ilmliksiz dedilar. Yum yig'layman. Posil qorakam gapirib beryapti. Qo'limdan Islom Abdug'aniy Karimov tutib, nega yig'layapsiz, Posil qori? Desalar, qorakam. Prezident janoblari hammasi joyida, yig'layotganim. Bundan bir 30 yil oldin otam rahmatlik orqangdan podsho yursin bolam deb duo qilganida ishonmaganimga yig'layman deb gapirib bergan edilar. Odam bo'lmoqchi bo'lsang, ota-onaning duosini ol. Namoz bu Allohning farmonidir. Birodarlar, dunyoda odam bo'lib, dunyoda bir fayz topib, izzat topib, hurmat topmoq uchun ham ota-onaning duosi kerak ekan.